Mustaqillik bu avvalo tinch va osoyishta hayot, erkinlik va bunyodkorlik uchun yaratilgan imkoniyatdir. Viloyat kelajak markazida o'tgan bayram tadbirida ana shu ezgu qadriyatlar haqida so'z bordi. Unda din ishlari bo'yicha qo'mitaning viloyat hududiy boshqarmasi boshlig'i Sohibnazar Boymurodov, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, Tojik milliy madaniy markazi xodimlari hamda faol a'zolari, shuningdek jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Tadbirda so'zga chiqqanlar O'zbekistonning mustaqillik yillarida bosib o'tgan taraqqiyot yo'li, erishilgan yutuqlar va bugun xalqimiz uchun yaratilayotgan imkoniyatlar haqida fikr bildirdi. Yurtimizdagi har bir tongning tinch va osuda muhitda kutib olinishi yo'lida sidqi dildan xizmat qilayotgan fidoyi yurtdoshlarimizning zahmatini e'zozlash, tinchlikning bebaho qadrini anglab, barcha yurtdoshlarimizni do'stlikka chorlash va bu osoyishtalikni ko'z qorachig'idek asrab avaylash har birimizning oliy burchimizdir. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan mislsiz o'zgarishlar, inson qadrini ulug'lashga qaratilgan oqilona islohotlar bevosita muhtaram prezidentimizning qat'iy siyosiy irodalari va xalqparvar siyosatlari bilan chambarchas bog'liqdir. Davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan har bir insonning manfaatlari himoya qilinishi oliy qadriyat darajasiga ko'tarildi. O'zbekiston hamisha bag'rikenglik va xalqlar do'stligi makoni, yurti bo'lib kelgan. Yurtimizda yashaydigan barcha millat va illat vakillari bir tanu bir jon bo'lib, vatanimiz ravnaqi yo'lida fidokorona mehnat qilmoqdalar. Ana shunday hamjihatlik va birdamlik ijtimoiy barqarorligimizning mustahkam poydevoridir. Darhaqiqat, tinchlik va totuvlik taraqqiyotning eng muhim shartlaridan. Turli millat va elat vakillarining bir yurt, bir vatan taqdiri yo'lida hamjihat bo'lib yashayotgani esa xalqimizning birdamligi va bag'rikengligining yorqin ifodasidir. Tadbir davomida tinchlik, shukronalik va vatanga sadoqat kabi tushunchalarning mazmun mohiyatiga ham alohida e'tibor qaratildi. Bayram tadbirining badiiy qismi esa yig'ilganlarga yanada ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Bolajonlarning jo'shqin raqslari, san'atkorlarning vatan, tinchlik, do'stlik va istiqlolni tarannum etuvchi kuy-qo'shiqlari davraga o'zgacha fayz bag'ishladi. Ayniqsa turli millat va elat vakillarining bir sahnada jam bo'lib, yagona vatan g'oyasi atrofida jipslashgani tadbirning asosiy mazmunini yanada teran ifoda etdi.